Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Aziz obunachilar, karim obunachilar, shu novvoslarimiz sotiladi akalar. Bo'ylari 1.20 plus, 1.25, 1.30 atrofida egilar. Semental novvoslarimiz. Narxlarini 26 million xayri bor deyilyapti dehqon xonadonidan akalar. Yosh oylar 1 yoshdan o'tgan. Yoz oyi ichi olingan ekan mollarimiz. Hammasi Rossiya davlatidan keltirilgan mollar akalar. Yeb ichishlari sog'lom, bir hafta xudo xolasa garantiyasi beriladi. Kimga ma'qul kerak kelsa aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarini yozib qoldiramiz. Kommentga akalar, egasi nomini dehqondan, Andijon viloyati Shahrixon tumanida mollarimiz. Telefon qilsanglar lokatsiya tashlab beraveradi inshaalloh. Xudo xolasa yeb ichishlari sog'lom, orqa boshlari kelishgan rossiyskiy mollarimiz akalar. Shved, semental rossiyskiy. Yeb ichishlariga bir hafta xudo xolasa garantiyasi bor akalar. Aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Akalarim, dehqonchilik ham akamizga xudo xolasa. Yangi kelganlarning 25 million xayri bor deyapti Rossiyadan kelgan. Mana akalar 26 million 500 xayri bor deyilyapti. Bo'ylari 1.25, 1.30, 1.20 plusda. 3 oydan beri yemgalab turgan variant akalar, yengil. Olib baqib tashab beraman deganlarga mana yakka ham sotilaveradi, optimiga ham berilaveradi akalar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan.